Assalomu alaykum hammaga. Bularga zo'r savolim bor. Chunki biz bir oydan oshiq ishlayapmiz. Ekspertlar, psixologlar, pedagog psixologlar. Nimagadir har safar sizlar ikkalanglar женственный deydimi? Ayolli, ya'ni tufli kiyib kelishadi. Bular doim ukladkada keladilar. Chiroyli bo'lib kelishadi. Ukrasheniyalar ham bo'ladi, ko'ylaklar ham bo'ladi. Bular shim kiysalar ham boshqacha turadi. Kalta yubkalarda yuradilar. Masalan, Shahnoz opam pedagog psixologimiz bularda ham bor, lekin kepkada ko'proq yuradilar, sportivniy obrazda ko'proq yuradilar. Manda shuni kombosi. Anaqa ham bularga o'xshab tomonim ham bor, bularga o'xshagan tomonim ham bor. Kiyinish stilida ham anaqasi bo'ladimi odamni? Xulq-atvori va hayotiga ta'siri. Sizdan boshlaylik. Siz shuncha anaqadan keyin qanaqa yashaysiz? Shunchadan yashaysiz sizda. Olsammi yo'q, Shahnoz opam kelamizda. Anaqamiki. Yoki ikki hammasi nima? Lekin uchun individual. Anaqada qarang, menda ham kombo bor, lekin bilasizmi, bizani o'sha yurish turishimizni, ruhiy holatimizni ko'rsatadi. Men qaysi holatda bo'lsam, o'sha garderobda o'sha kiyimni olishni boshlayman. Hali kompakt, tez, ozgina mushina tarafim anaqa ketadigan bo'lsa, krossovkalar kiyishni boshlayman. Sochlarim yig'iladi, nimadir ukrasheniya taqqim kelmaydi. Женственный tarafim uyg'onishni boshlagandan keyin ukrasheniyalar taqqim keladi. Nimadirlar qilgim keladi, ko'ylak kiyaman. Lekin bu oldin menda bo'lgan, ya'ni diqqat e'tiborda bo'lish, boshqalarning nazarda bo'lish, nima deydi, ehtiyojimdan kelib chiqqan. Lekin hozir men shu narsani naqa qilyapman, anglayapman. Boshqalar umuman qiziqmas. Oldin qaranglar, balki sizlarda bo'lgandir, balki bo'lmagandir. Erkaklar o'tib qarasa, "Vau!" desa qanaqadir energiya olamiz, bundoq kuch olamiz. Keyin ularniki важный bo'lmadi. Важный, lekin u darajada важный. Keyin ayollar, mana qizlar kompaniya anaqasi yig'ilamiz, krugi davrasi yig'ilganimizda ayollar ichida o'zimga qarab borsam, ayollar nigohimda menga qarasa, "Voy, Nilufar chiroyli o'tkazib bir narsa desa, vau, nimadir olaman." Endi hozir 3-serialga hech kimning nigohi qiziqmas. Men o'zimdan qarasam, ichidan chiqadi. Mazza qilaman, o'zimdan o'zim anaqa vaqtlangiz qilaman. Sizda qanaqa? Siz bu tomondan yoritib berdingiz, men mutlaqo boshqa tomonidan kelmoqchiman hozir. Menda ham aytganingizdek kombo varianti ham bo'ladi, aytganingizdek kayfiyatga qarab, hammasiga qarab, butun narsani anglash shu etapda menda hozir chuqur anglash jarayoni boshlanganda, men ayolmanda, shu gapni ko'p talqin qilyapman-ku oxirgi paytlarda. Men shuni bildimki, men hayotda yashayapman. Bu hozirgi etapimga tegishli, balki noto'g'ridir. Men hayotga keldimmi, mana shu yerda yashayapmanmi? O'zingni borligingni namoyon qila olish. Borsanmi shu hayotga, mana shuncha farzand keltirding, shu 37 yoshgacha mehnat qilding, izlanding, boshqa qilding. Shuni anglab boryapman-da, qanchalik o'zing noziklashib, o'zingga e'tibor qilganing sari o'zingga ravo ko'rmay qo'yish, oddiyroq narsani yoki qanaqadir bir prosta menga bo'laveradi, mana shu ayol bo'lganmanda, menga bo'laveradi derdim, aytardim. Bizda bir nima bor edi, bizda juda moshniy bir iching toza bo'lsin, qalbing toza bo'lsin, hamma seni anglab olaveradi. O'zimga chiroyli kiyim kiygizishga men erinayapmanmi? O'zimga qarashga erinayapmanmi yoki taqinchoq o'zimga o'zim taqishga borini men erinib turibmanmi? Boshqa bir inson qilib bermaydi-da. Boshqa bir insonga bunga hojat ham bo'lmasganda, hayotda muhim bitta narsani bildimda, noliydigan ayol bo'lganmanda, qaradimki, o'zingni, endi buni qo'pol tilda tushunishim mumkin, sota olmadingmi hayotga? Men yashadim deyish befoyda ekanda. O'zingni sota olmasang, man deb chiqa olmasang, kimligingni, hislaringni, chuvstvalaringni, voy Durdona aytdingiz-ku, endi yangi bolalarini ham insonlar yoshligidan tanishtirishadi ijtimoiy tarmoqlarda. Chet elda shunaqa katta bo'lib, u bir brendini sotmoqchi bo'lganda, o'sha uni yuzini tanishadi dedingiz-ku. Men shundan bildimki, yuzingni tanitmoqchimisan, o'zingga qarash muhim. Sizda ikki xil obraz bo'ladi. Qaysi birida qanaqa his qilasiz? Ikkalasida hammasida ham maza qilaman. Men samый главный ertalab turganimda shu o'zimni yasantirayotganimda, o'zimni kayfiyatimdan kelib chiqib, qaysi ranglar ko'rgim kelyapti o'zimda,
ko'proq baribir o'zingizni quloq solishga o'tib ketasiz. Endi vaqt o'tgandan keyin to'g'ri, menda ham oldin bo'lgan, menga bo'radi yoki olmasam ham bo'ladi, ana eskilarni kiyib yurishim mumkin, yana nimadirlar bo'lgan oldin. Lekin hozir bugungi kunga shunaqa ertalab turganimdan keyin albatta o'zim bilan ko'rishib olganimdan keyin o'zimni yasartirishga o'sha kundagi kayfiyatimga qaysi rang ko'rgim kelyapti. Ну, kabluk deb savol berdingiz hali. Kabluk va krossovka. Man kablukda yursam rostdan ham женственность ko'payadi 100%. Chunki men unisini ham kiyaman, bunisini ham kiyaman, o'zimni holatimni bilaman. Da, men krossovka kiyganimda ham женственный kiyinishim mumkin, lekin baribir kabluk kiyganingizda qomatingiz, bilmayman qanaqa sekret. Shuni tutib berasiz. Я не знаю, что это за секрет, но rostdan ham kabluk kiyganimda qomat ko'tarilganda сразу o'zingizni his qilishingiz ham нежныйлashadi. Вообще нежный bo'lib qoladi. Nega deyman? Позвоночник tekis bo'ladi-da, hamma endi o'sha tekis o'tishni boshlaydi. Yo'q, mana krossovkada ham-chi, mana krossovkada ham, так как yoga bilan shug'ullanganingizdan keyin уже tekis yurishga o'rganasiz. Qomatingiz tekis bo'lishga o'rganasiz. O'z tekis bo'lishi mumkin, lekin kablukda я не знаю, что за секрет, но kabluk ozgina ko'targanida o'sha oyoqni, именно oyoq kiyim женственный bo'lganda состояние, qorningizni tortib yurasiz o'shani. Holatingiz, ayol kishini holati сразу mashinalni ayollik energiyasiga kirib ketasiz menimcha-da. Ana buni so'z bilan tushuntirib ifodalab bo'lmaydi, uni his qilib ko'rish kerak-ku baribir. Krossovkada mana bundoq tashladim. Xotirjam. Hozir sizlar gaplashinglar, keyin oxirrog'ida eshitib turinglar. Ana bitta narsa aytib olay. Bitta narsa aytib olay sizga. Yo'q. Podkastimizni davom etinglar keyin. Podkastimizni ko'rshatdik-ku. Kommentga yozib ketinglar, ideya keldi. Siz qanaqa qiladi? Sizda podkast o'tkazadigan hali qobiliyat bor. Hali ketganimizda bitta yondirib olib, o'ziga qarash oladigan qobiliyatlari bor ekan. Va yozib ketinglar. Bularda shunaqa podkastning blog bo'lsa kuzatardinglarmi, yo'qmi? Bitta narsa aytayim, qaranglar, bizga aytishganki, ayollik energiyasini uyg'otish uchun yubka kiyish kerak, ko'ylak kiyish kerak, bir narsa qilish kerak. Bir vaqtlar men aqlan shu narsalarni qildim-da. Neosознанно qildim bu narsalarni. Keyin aytdimki, jinnimisan deb, buni осознанно qilmasang bir tiyinga hech qanaqa energiyaga ta'sir qilmaydigan dedim-da, lekin qilar ekanlarni. Сразу o'sha anaqa o'zingiz bilsangiz, bilmasangiz, anaqangizni nima deydi, holatingiz anaqa o'zgaradi. Kabluk kiyganda holatingiz o'zgaradi. Chochingizni ukladga qilganingizda сразу holatingiz o'zgarar ekan, ta'sir qilar ekan. Agar женственный energiyalarni oshirmoqchi bo'lsanglar, ko'rona bo'lsa ham ayollik obrazlarni ko'ringlar. Ha. Qaranglar-chi, yana bitta narsa zo'r ishlaydi. Imidjni minyat qilish vaqti zo'r. Misol uchun men coachinglarimda ishlayman. Imidjiga ham kerak bo'lsa aralashamiz. Imidj o'zgargandan keyin hayotdagi vaziyatlar ham o'zgarishi boshlaydi. Siz uyda qancha kiyingiz bor? Har safar har xil kiyib kelasiz. Masalan, men kiyimlarimni iloji boricha berib yuboraman. Kiymayotganimni. Siz bir xil kiyim kiyib kelmadingiz shu paytgacha. Ko'p emas kiyimim, lekin просто obraz qilasam kerak, bilmadim. Da, obraz qiladi. bitta narsani aytib ketay. Ko'ylak kiyamiz-ku, ko'ylak kiyganda sostoyaniyamiz o'zgaradi, sochimiz qilganimiz o'zgaradi. Nega? Chunki birinchi ko'ylakni tikayotganda o'zi ayol kishi uchun tikiladi-da. Ayollik energetikasi o'sha tikuvchini o'zini holati ham o'sha ayol kishiga tikayotganini his qiladi. Ayniqsa qimmat narsani kiysangiz, qimmat klient uchun tikilayotganda boshqacha sostoyaniyada tikiladi. Tiktirish kerakmi shuning uchun? Har bitta, yo'q, tiktirish emas, uni tayyor narsani ham olasiz-ku. Baribir tikilgan-ku, tayyor narsa. Energiya kattaroq bo'ladi. Energetika, energetikani ta'siri katta. Nima niyatda qilindi, kimga qilindi, qaysi holatda siz kiyyapsiz. Uni keyin ko'rsatib berasiz. Prям hamma narsa bir-biriga bog'liq, baribir. Brendlar ham shuning uchun qimmat. Chunki yondirlar kam bo'ladi. Yondirmoqchi. Birinchi navbatda shu joyda yig'lagim keladi. Qiz farzandi bor onalar kelib olinglar, mabetga. Mana kettiramiz. Jonimiz ko'p bizani. Qarang. Mana shu narsani bilmaganligim meni ko'p juda ham xafa qilganda,
mana ko'chada yurasiz-ku, ko'chada yurasiz, o'zingizga qanchalik qaragansiz, boshqa qilgansiz. Biz moddiy hayotda yashaymiz-ku, baribir. Mana shu narsani bilmaganman-da. Mana pala-partish yuramanmi? Pala-partish yurganimda tashqaridagi menga bo'ladigan munosabat pala-partish bo'lishini. Keyin yana ham sirli joyi oila qurgandan keyin qiz bola, oila qurgandan keyin u bo'lmagan narsa ekan. Sen zo'r erkakka tushding, zo'r qaynonaga tushding, zo'r qaynotaga tushding. Yerunda hammasi. Bilasizmi, nima muhim ekan? Yangi kelin bo'lib bordingiz-ku, hamma kuzatadi. Qani, kiyimlarni kombinatsiya qilib kiya oladimi? Qanaqa taqinchoq taqadi? Kiyimlarida sal mayli qimmatbaho haqida gapirmayapman, ayollarni qiynash niyatim yo'q. Ozoda, saranjon sarishdami kelin? Shunga qarab munosabat boshlanar ekan yoki o'zini ko'chani tozalab men bunga qarshiman, xizmatkor bo'lishga, no. Ichida paryadikmi hamma narsasi. Men shunda rosa qiynalganman-da, og'rig'im borda deydi-ku. Shkaflarini o'zi yo'g'ida, masalan, ochib ko'rish holati bo'lishi mumkin. Va tashqariga chiqqanda hamma hech qachon birinchi navbatda meni uyimni qanaqa toza tutib beryapti shu kelin yoki bizga qanaqa munosabat qilyaptiga hech kim ahamiyat bermas ekan. Birinchi navbatda o'ziga o'zini parvozi qanaqa, o'ziga o'zini gapi qanaqa. Shunaqa menga dars bo'lganki, biz 5 ta qiz bo'lganmizda oilada, ayam uspet qilmaganlar. Ayajonimda bo'lmaganda shu narsa, men yordamchi olishim kerak. Shu narsa o'sha davr odamlar bo'lishganda, men qizlarimda keyin shu og'riqdan keyin o'tirib kuzatdim. Qani, hozir bular erta kelinku o'ziga qanaqa e'tibor qilishyapti, o'ziga qanaqa baho berishyapti-da, keyin analiz qildimda yozdim. Agar shu turishida tarbiyasi ketadigan bo'lsa, o'ziga hozirdan ravo ko'ra olmadimi? Ertaga erim qilib beradi. Bizga shunaqa o'rgatishganda, sen hozir mana bu yerda kiyinib turavergin, qilib turavergin, erkakdan keyin bo'ladi. Go'yoki zo'r er senga uchraydi, osmondan tushadi. U zo'r er qanaqa keladi? Seni kuzatadi. Keyin yana ham menda og'riq bo'lgan narsa, bilasizmi? Bir kun kelib o'sha turmush o'rtog'ingiz boshqalar yuzingizga solishi, boshqalar bo'ladi-da. Men shu ketaverganman-da, to'g'ri, ish qilishing kerak, nimadir qilishing kerak. Yo'q, hali shoshma shu yoqda. Qarang, bu dars bo'lish kerak ekanda, oldin o'zingga qarab ol. Oldin libosingga qarab ol, oldin kiyimingga qarab ol. Ko'ryapsizmi, qanaqa yaraladida, sizda qanaqa shu bor edi, og'riq. Libosingga qarab ol. Bizda tashqariga ko'rsatish ko'p. Misol uchun, yangi kelin chiroyli kiyinishi mumkin. Chiroyli do'ppisini ham kiyishi mumkin, o'sha taqinchoqlarni taqish mumkin. Lekin ichida shoshib, o'ziga bee'tibor bo'lishi. Da, shu tomoni bor. O'shanaqa joyi bor. Chunki men o'zim ham kelin bo'lganman-da, men ham qaraganman. Kelin bo'lib qaraysiz. Keyin bolalarga o'ralashasiz, nima qilasiz? Keyin asliyatingiz chiqishi boshlaydi. Shu-da. Ana o'sha asliyatingizda siz o'zingizga beparvomisiz, yo e'tiborlimisiz? Ana o'shanda ana haqiqiy yuzingiz chiqadi-da. Menga bo'radimi, yo menga eng yaxshisi bo'lsinmi? O'sha holatni his qilib olish kerak bo'ladi. Menimcha ayollarni tashqaridan o'zingizni yasantirasiz, bu zo'r, конечно. Keyin haligi aytganingiz, o'zingizni uyingiz akkuratni, o'zingizni polkalaringiz chiroyli. Bu qachon keladi? Qachonki siz o'zingizga o'sha rostdan ham muhabbatingiz, rostdan ham o'zingizni yasantirgingiz kelsa, o'zingizga rostdan ham eng yaxshisini ravo ko'rish boshlasangiz, spalnilaringizni ham chiroyli yasatasiz. Polkalaringizni ham, shkafingizni ham любой moment ochsa chiroyli ochdingiz. Mana ochib bermoqchi bo'lgan narsam, qiz bolani yoshligidan bu muhim-ku. Mana shunaqa aristokrat deydimi? Men aytardimda har doim, yo'q, qiz bola juda bor-ku, qo'sh tirnoq ichida yurib ketadi, o'ziga qaramasin. Bu aslida kimlarnidir og'rig'i ekanda. Qiz bolaga hozir qiz farzandingiz bormi, shunaqa o'stiring uni, shunaqa nazokat bilan o'stiringki, u erta bir kun mana aytganlaridek 40 kunlik kelinlik liboslari yechilib asliyatiga qaytadi-ku inson. O'sha vaqtda o'sha kiyim kiyganda ham baribir bildirib qo'yar ekan qiz bola, agar ichida nima deydi, ichida bo'sh bo'lsa-da. Boshidan shunaqa mustahkam qilib tarbiya qiling, qadriyati o'ziga yuksak, hurmatga sazovor qilib. Ayollikka ochish bo'yicha bitta zo'r tajribani bo'lishib ketdik sizlar. Mana biz tashqaridan o'zimizga qaraymiz, ko'cha uchun o'zimizga qaraymiz, ko'chaga chiqqanda-ku, mana uyda qanaqa? Uyda umuman o'ziga qaramaydigan ayollar bor, o'ziga qarab yuradigan ayollar bor. O'zingizga qarab yurishingiz bitta tarafda,
uyda ham uy ichidami seksualniy bo'lishingiz o'zingizga o'xshaysiz. Misol uchun oxirgi paytda shunaqa bo'ldi. Topiklar kiyaman, nimadirlar kiyaman, kalta nimadir kiyamanda o'zimdan o'zim maza qilaman. Farzandlaringiz necha yosh? Farzandlaringiz O'g'lim 8 yosh, qizim 16 yoshda. Ha. Qaynimam bo'ladilar uyda. Bizning oilaga просто нормальный-da. Lekin agar shunaqa bo'lmasa, shunaqa seksualniy kiyib yurish bunaqa bo'lmasa, o'zingizni, sizni nazdingizda bu qanaqa bo'lsa, o'zingiz bilan o'zingiz anaqa ekan, nima deydi? Mazza, naslаждение olish ekan. Bu zo'r ayolning energiyasini ochar ekan uyga o'zida ham. Qiz o'rganadimi shundan? Qiz o'rganadimi? Asos shunda-da. Qiz farzand ko'rib o'rganar ekanda. O'zimiz bilmay turib kitob o'qib beramiz-ku, unga u befoyda-da. Bolalar uchun biza ideal bo'lishimiz важный-da. Qizim aytadi-da, oyijon, siz men uchun idealsiz dedi. Men sizga o'xshashni xohlayman har taraflama dedi. Bu qanaqadir qo'ygan yutug'imizda bolalar bizaga, chunki qanaqa katta bo'lamiz, oyamga o'xshamay, adamga o'xshamay bir narsa qilmay katta bo'linadi ko'pchilikda, lekin farzandlaringiz agar ideali bo'ladigan bo'lsangiz, demak nimadirlarni qila olibsiz shu hayotingizda. Mani qizim tarbiya qilgan. Aya siz shunaqa zo'r ayolsiz deydi. Qadringizni bilmaysizdir. Siz qadringizni bilmaysizdir. Men shuni narsaman tarbiya qilgan. Ko'ryapsizmi? U bizga qarab qadrni o'rganish kerak aslida. Ayolni o'rganish kerak. Ko'rganda u xayolida bo'lmasin. Erta bir kun men bolalarimni men sezib qoldim-da, tugatish kerak bo'lsa tugatamiz, sразу trassa sezib qoldim. Bolalarim ovqatlanib o'tirishibdi, men pastida bunaqa qilib cho'tkalab o'tiribman. Shuni xayolimga keldi. Endi ancha avval onani qanaqa tasavvur qilyapti? Ertaga ona bo'ladi-ku, ona bo'lganida ular tasavvurda o'zi bor. Bolalari choy ichib o'tiradi, ona pastlarni cho'tkalab turadi. O'sha menga turtki bo'lgan, o'shandan keyin yo'q. Shunaqa ona bo'layki, ular shu tasavvurda o'ssinki, ertaga uylarida yordamchilari bo'lsin. Ona ham, qiz bolalar shunga qarab harakat qiladimi farzand? Bu og'riqli mavzular, ko'pchilik og'rig'ini qo'zg'aydi. Qaysi niyatda katta qilsangiz farzandni, bu ham shu bo'ladi. Mentalitetimizning eng yolg'on illyuziyasini aytaymi sizlarga. Yaxshi ayol obraziga doim ish qilgan, hamma yon tozalagan, hamma narsani ideal qilib ko'rsatilgan ayolni yaxshi ayol bilan anaqa assotsiatsiya qilingan, to'g'ri qilingan. Lekin bu voshcha noto'g'ri. Umuman noto'g'ri. Yashab ko'rganlar buni biladida, kimga aylanishini chunki aytishadi, Nilufar opa hamma narsani qilaman, hamma joyda idealman, lekin qadrim yo'q, menga sevilmayman deyiladi-da. Ish ayolligimizni, bizning ish qilishimiz bilan bir narsamiz bilan o'lchanmaydi. Lekin bu ham bitta qanaqadir частimiz, ayollik go'zallik yaratadi-da. U ham bitta qismimiz, lekin biz o'shandan iborat emasmiz. Men savolimga javob oldim. Biladan ham. Krossovka kiysa ham, tufli kiysa ham asosiysi o'zidan chiqsa yoqimli bo'lar ekan, lekin baribir ko'ylak, kabluk ayollikni ochib beradigan narsa ekan, ukrasheniyalar. Uyga borganingizda selfie qilib tashlayvering ham kiyimlaringizni ko'rib. Biz tugatamiz. Agar podkastimiz sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentda qanaqa mavzular qiziqligini yozib ketinglar.